Rohitoy opa kelgan bizaga. Shu birinchi marta kelgan payti 2024-yil avgust oylarida kelgan. Biza kelganda shu bronxal astma tashxisi qo'yganmiz. Bronxal astma bilan og'rib kelgan. Unda shu bemorning analizlarini ko'rib, tasdiqlab, ya'ni hamma narsasini ko'rib, tasdiqlaganimizdan keyin bronxal astmaga baziz lecheniya boshlaganmiz. 2 marta lecheniya qilganimizdan keyin holatlari yaxshi bo'lgan. 2024-yil 8-oyda 2 marta lecheniya olgan. Shu bo'yicha holat yaxshi yurgan, 1 yildan ortiqcha yaxshi yurib, shu bizaga 2025-yil dekabr oyida qayta ko'rikka keldi. Ko'rikka kelgungacha bemor 2 oy boshqa joylarda lecheniya olgan. Lekin lecheniya olgani hisobiga ham baribir foyda bermagan, shikoyatlar yo'qolmagan, ya'ni yo'tal, hushtaksimon tovushlar, balg'amlar hamda burun ham qo'shilgan bunga. Shunaqa edi. To'g'ri. Bizda mana уже dekabrda kelganda lecheniya qildik. Unda ham shu baziz lecheniya olindi. Endi analizga kelganda lekarstlar miqdori baland chiqqani hisobiga oddiy bitta antibiotik qo'shdik, azitromitsin. Shu xudo xolasa holat yaxshi. O'zi 5 dona dori yozib bergan ekan mana. Bizagacha necha marta lecheniya oldingiz? Mana oxirgi marta kelganingiz dekabrda. Sizdanmi? Yo'q, bizdan tashqari. Yo'qmi? Ha, 2 marta oldim. 2 marta. 1 oy 2 oy yurdingiz shu holatda. Shu 1 oy yurdim. 1 oy yurdingiz. Biza ko'pincha bemorlarga aytamiz, endi holat biror narsa bo'lsa, boshqa mutaxassisga bormasdan turib o'zimizga kelinglar. Holatdan kelib chiqib, ko'rib, biz lecheniya qilib beramiz deymiz. Juda ko'pchilik allergiyani hisobga olmaydi. Shuni hisobiga to'g'ri shamollagansiz bizlarga kelgan paytda. Ya'ni leykositlar miqdori baland chiqqan, eozinofillar miqdori. Lekin ikkalasini baravariga olib ketganim hisobiga holat yaxshi. Hozir shikoyatingiz yo'qmi? Yaxshi. Kelgandagi shikoyatlar yo'qolgan-a? Yo'qoldi. Tushunarli. Yaxshi. Endi lecheniya yozib beryapmiz, xudo xolasa ikkinchi etapini.